Barchaga salom, efirda men Baxtiyor Turahonov va bugungi dasturimiz ham e'tiboringizdan chetda qolmaydi deb o'ylaymiz. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Uzoq yillar davomida hamshira bo'lib ishlagansiz. 38 yil bir joyda aviatsion zavod medsanchasida, hozirgi 4-shahar klinik shifoxonada. Shu o'rinda keling e'tiborimizni monitorga qaratsak. Barovskiyni bitirdim, 77-yil Toshkent aviatsiya birlashmasining sanitariya qismiga ishga keldim. 2015-yilgacha ishladim. Bir joyda terapiyada ishladim, nevrologiyada ishladim, oxir 15 yil kardiologiyada, yurak bo'limida ishladim. O'zim xohlamay kirgan bo'lsam ham, qiziqib ketdim ishlaganimda. O'rtoqlarim yurt Toshkentga kiramiz, o'qishga o'tgan ekansa, yo'q, men ishlagim kelyapti, men xalqqa xizmat qilgim kelyapti, ukollar qilgim kelyapti, bemorlarni tuzatgim kelyapti deb kirmadim, lekin o'rtog'im Moluda kirib ketdi. Hozir o'zimizda laboratoriya boshlig'i vrach bo'lib ishlaydi. Ishlaganimda juda ham qo'ling yengil ekan deb glavvrachimiz hattoki oylarini olib kelib o'zimga kapelnitsa qildirardilar-da. Tomirga juda tez tushardim. Hattoki bir kun kechqurun 2,5 oylik chaqaloqni olib kelishganda reanimatsiya bo'limimizda tomirga tusha olmay 5-etajda men dejur edim, chaqirishga tushib berganman. O'zimning o'rtog'imning nevarasi ekan. Xursand bo'lib ketdi. Bir Zaytsev degan erkak kishi kelgandek, kardiologiya bo'limida ishlayotganimda, esimda bor, hali ham dejurda turganimizda, shu Zaytsev degan kasal yomon bo'lib qolganda, qarasak, uje klinik holatda o'lim bo'lganda, jonimni berganman-da, puflaganman, yurak massajlarini qilib, bo'ldi deb aytdilar-da, bo'lim boshlig'im. Yo yana bir qilib ko'ray deyman-da, nafas beraman. 10-15 minutdan keyin o'ziga kelganda yig'lab yuborganman. Xursand bo'lganman-da. Rasmim 15 yil faxriylar burchagida turdi. Hamma katta glavvrachlar ichida sanam borsan deb maqtashardi. Nafaqaga chiqayotganimda o'zimga yechib berishdi o'shani. Ketayotganimda esdalikka nafaqaga chiqqandan keyin yana 5 yil ishlab berdim. Umumiy 38 yil ishladim. Hamshiralik faoliyatini yakunlaganingizdan so'ng o'zingizni boshqa yo'nalishda sinashni boshladingiz. To'ppa-to'g'ri. Baxtiyorjon, men o'zi maktabda o'qiganimdan teatrlar qo'yardik, rosa qiziqardim rol o'ynashlarga. Madaniyat sohasini ko'proq yaxshi ko'raman. Lekin keyinchalik bu yo'nalishda tahsil olmadingiz. Otam rahmatli shifokorlarni yaxshi ko'rardilar-da. Hammamizni shifokor bo'linglar, xalqqa xizmatinglar deyadi, uyda foydanglar deyadi, oilali bo'lganinglarda foydanglar deyadi deb opam shifokor bo'lganlar, men hamshira, singlim akusher, qizim ikkalasi Toshkentni bitirdi qizil diplomga. Undan keyin yana o'qishga kirishdi. Ish faoliyatingizda ham san'atga bo'lgan mehr qo'l kelgan bo'lsa kerak. Qo'l kelgan 25 yil. Chunki bemorlar bilan gaplashganda kayfiyatini ko'tarish kerak. To'g'ri. Meni dejurstdan bo'lsa hammasi xursand bo'ladi. Nega desangiz, bo'sh qoldik, muzika bo'lsa ozgina o'ynab berardim palatalarda ham. Keyin 25 yil Kultmasviy sektor bo'lganman, больница bo'yicha sumalaklarni, bayramlarni, ommaviy tadbirlarni tashkil etish uchun mas'ul bo'lgansiz. Tadbir qilib, hammasiga kiyimlar olib kelib, salomlarni aytib, o'zim rosa she'rlar yozardim o'zim. Rosa qiziqardim televideniyada. Taklif qilib, shundan keyin meni hamma olib ketishni boshladi. Zo'r gapirar ekansiz deb, u yoqqa, bu yoqqa. Va hozir endi siz seriallarda rol ijro etyapsiz. Reklama, kliplarda. Kliplarda, reklamalarda ham chiqyapman. Va yaqinda yana bir klipda suratga tushdingiz. Ha, Farruh Zokirov bilan Umida Hojiyevani duet. Yaqinda o'zim ko'ra olmadim, kecha ko'rsatibdi, hamma telefon qildi, sen ko'rsatdi deb. Rejissyor ham maqtadi, bittada qotirib berdingiz. Hozir endi siz ijod bilan bandsiz. Ha, yolg'izligim bilinmayapti. Chunki uyda o'tirib, to'rt devorli ichida baribir qiyin ekan. Bir o'zim. Xo'jayinim o'tganlariga bu yil 10 yil bo'ladi, avgust kelsa. Keling hikoyangizni tinglasak. 78-yil 22da katta qizim, keyin 81-yil kichkina qizimni tuqqanman. Keyin 2 marta farzandim nobud bo'lgan. Bittasi 28 yoshimda, 8 yil o'tib 37 yoshimda yana ikkinchi farzandim nobud bo'lgan. Tug'ishimga 3-4 kun qolganda ukollar boshlashganda, keyin doktorimiz, "Voy, meni jiyanim Chilonzorda tug'ayotgan ekan, raddomda yordam berishim kerak. Vazirichka, mo'y понедельник будем" deb meni juma kuni olib tashlagan kapelnitsalarni. Keyin kechasi juma kuni rosa yomon bo'lganman, bola tiqilavergan. Doktor kirganlar, kirishlarini ham aytdimki, bola qimirlamayapti, men bilmayman. Kechadan bir desam, u paytda yog'och dudka bo'lardi, kindigimga qo'yib, "Yo'q, qimirlayapti" dedilar, chiqib ketdilar. Yana qolib ketdi 2 kun. Dushanba kuni keldilar, oynani tagida birinchi bo'lib menga obxodga o'tirdilar. "Voy" dedilar, qonnimni ko'rib, o'sha qornim tushib ketgan. Bola ichimda o'lib qolgan ekan, o'sha juma kuni o'lgan ekan. 2 kun o'lik bolani olib yurgan. Nodira qo'yib ko'mdik. Undan keyin 8 yil davolandim. Keyin yana bo'yimda bo'ldi. Yurdim, yozda ishib ketdim, juda ham qornim ham ishib ketdi. Borsam davleniyam 180 ga 95 deyishdi. Tez dedi, bo'limga olib kiringlar. Mazasi yo'q buni deb. Olib borishdi, qarasa bola ichimda o'lib bo'lgan ekan. Ikkinchi farzandim o'g'il ekan. Ulug'bek deb nom qo'ydik.
shu bilan ikkita bolamni berib qo'ydim. Siqildim, juda ham ko'p siqildim, chunki уже yoshim borib qolgan. Xo'jayinim oxirida raddomdan olib chiqib ketayotganda menga katta buket gul bilan to'rt olib kelibdilar. Aytdim, nimaga olib keldingiz dedim. Men mana shunaqa ahvolimga tushganiganmi desam, unaqa dema. Ikkita qizimiz bor, farzanding yo'q bo'lganda yig'lasang arzirdi dedilar-da. 3 kundan keyin chiqib ketdim, chunki chidolmadim. Palatada hamma chaqalog'i bilan yotibdi. Meni yana qaytib o'sha palataga yotqizib qo'yishdi. Meni to'tkashim yo'q endi. Iloyim shu ikkala qizimga dedim, o'g'illardan uchrasin dedim. Haqiqatda kuyovlarim o'g'ildan a'lo. Katta kuyovim Ravshanjon juda ham mehribon menga. Mana qizimni uzatganimga 23 yil bo'lgan bo'lsa, 23 yilda har bayramda qo'limga sovg'a, qayd bo'lsa pul qo'ying, endi eskirdingiz sabab yo'q. Xursand qilib ketadi kichkina kuyov. Hattoki sensiriyman, Bahodir. Ular ham baxtli. Ikkita farzandimni yo'qotgan bo'lsam ham, ikkita qizli farzandim bilan qoldim, lekin o'zidan ko'payishib hozir ikkalasida 4tadan 8ta nabiram bor. Katta qizim Oyjon, xafa bo'lmang, mana sizga o'g'il qancha kerak bo'lsa deb 4ta o'g'il tuqqan. Katta o'g'lim 13 yil o'zim boqdim, 1 yoshdan 13 yoshgacha. Xo'jayinim mana shu zavod aviatsionida ishladilar. 62 yoshda xo'jayinim olamdan o'tdilar, chunki sahrni diabet bo'lib, oxirida yurolmay qolib, nimaga adasi ha deb kalishga yurasiz, etik keyin qor desam, ko'tara olmayapman oyog'imni dedilar. Snimik qilsak, ikkala oyoqning tomiri tizzagacha o'sha chirib bo'lgan ekan. Professor Ziyamov dedilarki, 50 ga 50 javob bera olmaymiz, oyoq kesiladi dedilar. Fevralda, aprelda 2 marta o'ng oyoqni kesishdi 2 ga bo'lib. Yaxshi bo'lib ketdilar. Avgustda 28da juma kuni o'pkaga quyuq qon ketib qolibdi-da. Infarktdan bo'lmadilar. Ligachnoy emboliya deyshar ekan. Shunaqa bo'ldilar-da. Baribir yolg'izlik bilinadi. Misol uchun o'zimman charchab kelsam, biron bir ovqat qilib beradigan kelin yoki bir uyda o'g'lim bo'lmagani bilinadi-da. Qizlarni qarab turmaydi, bozor ucharami qilib olib berishadi, har 3-4 kunda xabar olishadi, har kun telefon qilishadi. Baribir devorlar ichida uyda bir o'zimman-da. Agar chalg'imasangiz, chalg'imasam hammasi yana esimga tushaveradi. Ada o'zi rahmatli tilla odam edilar. hozir tasvirga olish ishlari bilan band bo'lganligingiz qo'l kelyapti. Qo'l kelyapti. Chalg'iysiz. Chalg'iyman. Men ko'p odamga aytaman, mana o'zimni xolamni qiziga ham aytamanki, yur, siqilmasdan san ham yur menga o'xshab deb, xolamni qizini ham tortdim o'zim. Televideniyaga olib bordim birga. Va hozir siz ham endi aktrisalikda o'zingizni sinayapsiz. Oz. Men bu bir o'zim emasman, nevaralar bor, qizlar bor, o'g'lim bor, kelinim bor. Lekin baribir hammaning o'zining vazifasi bor-ku. Haqiqatda buni orqasidan sal tashqariga chiqdim. Rollarni qoyilmaqom qilib ijro etyaptilar. Ha, juda ham zo'r rol o'ynadi. Qo'shni rolini, yana bir serialda Buvijon rolini juda ham maromiga keltirib o'ynab berdi. O'zim tanimay qoldim haqiqatda. Farzandlaringiz nima deyapti endi? Efirda ko'rib. Farzandlarim qarshi emas, xursand ular, chunki onasi endi xursand bo'lib kelayotgandek hammaga yoqadi-ku. Ha. Ikkita qiz, ikkita o'g'il bo'lganmiz. Suxandon bo'lishni juda xohlardim, lekin onam ruxsat bermaganlar. Onamlar tikuvchi bo'lganlar. Mahallada hammaga ko'rpa yostiq tikadigan bo'lganlar. 10-sinf bitirganimizdan keyin hamshiralikka o'qimoqchi bo'lganman. O'zi xohlamaganman boshida bundoq qaraganda. Onam majbur qilganlar. Xolangni qizi bilan o'qiysan, birga maktabda o'qiding, birga borib, birga kelasan deb onam xohlaganlar. Topshirganman, ammo lekin o'qishga kira olmaganman. Qibray savxoz idorasida kadrlar bo'limida ishlaganman. Shu yerdan pensiyaga chiqdim. Pensiya chiqqandan keyin odam baribir zerikadi-yu. Onam bu hunarlarni qilib boshladim. Oldin tikish qildim. Tikishdan zerikdim. Tikishdan zerikkandan keyin yupqaga o'tib oldim. Bir kuni Chorsaga tushsam, yupqa taomini ikkita ayol o'chirib sotyapti. Keyin ko'z oldimga onam kelib ketdilar. Onam buni o'choqda qilardilar. Adam olov yoqib turardilar. O'choqda onam pishirardilar. Keyin men aytdim, onam qilgan, men shu ishni qila olmaymanmi deb, keyin onamga kelganman. Ro'zg'or qilib, ona o'rgatasiz deb. 2001-2002-yili onam o'rgatganlar 2-3 marta. Keyin 3-marta ham borganimda odamlar ro'zg'orimni shunda qo'yib qo'yganlar, eshiging tegadi, endi uyingda qilgin bolam dedilar. Uyingdan tingin, nasibangni ham, rizqingni ham uyingga olib kirgin deb chiqarib yuborganlar. Yig'lab uyga kelib, keyin uyda ish boshlaganman. Boshda qiynaldim, ancha qiynaldim. Keyin o'sha qo'lim tushib ketgandan keyin ishimni chorsidan boshladim. Xo'jayinim urishdilar boshida. Shu ishing qoluvdi, endi qilmagan ishingni tikkin dedilar. Yo'q, tikmayman, shu ishni qilaman dedim. Chunki bu ish orqasidan pul naqd kelardi-da ro'zg'orga. Ular uyda bo'lib qoldilar. Bu menga yordam bo'ldi, onamning hunarlari.
katta ro'zg'orga yordam bo'ldi. Shu bilan Chorsuga chiqib, Chorsida sotib kelardim. 1 soat u yoqqa, 1 soat bu yoqqa yo'l, keyin uni ko'tarib olib borish, mehnat, charchab qolardim. Keyin Qibrayda bitta o'rtog'im bor yana. Menga aytdiki, "Men poliklinikadaman. Sen poliklinikaga qilib kelgin, yupqani" dedi. Men senga klient topib beraman dedi. Shundan keyin poliklinikaga qilib keldim. Mana shunaqa qilib xaridor topdim. Ish faoliyatim ham ortib bordi, zakazim ham ko'payib bordi. Mana hozirda oilaga eng katta yordamim shu. Boshda xo'jayinim qarshilik qilganlar, lekin keyin piyozlarimni archib, sabzilarimni to'g'rab, hamma narsamni qilib berardilar. Sen faqat xamiringni yoygindirdilar. Keyin yana qo'shimcha ish oladigan bo'ldik. Xo'jayinim qo'rdoq qiladigan bo'ldilar o'zlari. O'z-o'ziga qilardilar. Keyin 1-2 qilib bering, qo'lingizdan keladi-ku shu mijozlarimga degandan keyin shuni qildilar. Haqiqatan shirin qilardilar. Erkak kishining qo'li shirin bo'ladi deydi-yu, yordam berganlar. Keyin bizning biznesimiz boshladi, er-xotin ikkalamizni. Xo'jayinim bir kuni kechasi yomon yiqilganlar. O'sha yiqilganlardan keyin o'nglanmadilar. Insult bo'ldilar endi baribir-da, lekin o'zlarida edilar. Ochig'ini aytganda kurashdilar. Dardlarini bekitardilar, yashirardilar. Og'riyaptimi desa, hech qatim og'rimayapti dedilar. O'tbitingiz bezovta bo'lyaptimi desa, hech qatim bezovta bo'lmayapti dedilar. Oxirgi paytda sezdilar hayotdan ketishlarini. O'shanda kechirim so'radilar. Mabodo dillaringni ortgan bo'lsam, meni kechirgin deganlar. "Ne unaqa deyapsiz" desam, "Endi hayotda kelish bor, ketish bor" deb qoldilar. Keyin ko'zimga yosh oldim. "Ne unaqa deysiz? Kimga tashlab ketyapsiz" deb. Shuncha yil yashaganingizdan keyin qizg'anar ekansiz baribir o'zingiz ham. Hayotdan ketdilar, mana 7 yil bo'ldi. Chiroyli farzandlarni tashlab ketdilar. Ayriliq qiyin o'tdi. Boshda 3 yil qiynaldim. Tushkunlikka tushdim. Kiyimlarini olib hidlab yana o'rab qo'yardim. Odam sog'inar ekan, ko'rgisi kelar ekan. Endi shuncha yil yashaganingizdan keyin mana shu o'g'limni ko'rsam, ularni ko'rgandek bo'laman. Xo'jayinim olamdan o'tganlardan keyin orada 1 yil yupqa qilmadim, chunki hayolimga ular tushirardilar-da, mijozlar eshigini kelib taqlatib qo'ymagandan keyin, mana hozirda onam qo'limdalar, shu onamlar aytganlarki, mijozni qaytarmagin orqaga. Bu 1 keladi, 2 keladi, keyin kelmaydi deganlar. 3 so'm tashiydimi, 5 so'm tashiydimi, senga qanday ro'zg'oringga deb, keyin onam menga dalda bo'lganlar. Kelib onam sabzimni to'g'rab berardilar, onam piyozimni archib berardilar. Mana shunaqa qilib, keyin ona bola ikkalamiz qildik 3-4 yil. Keyin onamni 87 yoshlarida mashina urvardi. Katta yo'ldan, yo'li naryo betiga nonga o'tayotganlarida shu Cobalt mashina turtib ketdi onamni. Shu bo'yi mana endi onam menikida bo'lib qoldilar. Mashina urvargandan keyin Alzheimer kasalligiga uchradilar. Xotiralar borgan sari pasayib, susayib bordi. Esdan chiqaradigan holat kelib chiqdi onamda. Hozirda ham bor shu holatlari. Lekin bir esga tushib qoladi. Bular hozir 60-yil, 70-yillar bilan yashaydilar. Ularning xayollarida shu yillar. Go'da taniydilar, go'da tanimaydilar onamlar. Lekin Vazirani yaxshi taniydilar. Chunki Vazira mana hozir necha marta onamni og'ir vaziyatdan olib chiqib ketdi. Birinchi yordamni Vazira ko'rsatardi. Keyin o'sha doktorlik kelardi. Yoki skoriy kelsa ham bar Vazirani poylab turardik. Chunki bu yurak отделениесida ishlaganda endi 94 ga kirdilar. Ahvollari hozirda yaxshi, faqat yurmaydilar, oyoqda kuchi yo'q deydilar. Katta qizim hozir menejer bo'lib ishlaydi, shaharda kompaniyalarda. Keyingisi o'g'lim, o'zini ishi bor, buni ham xususiy. Keyin kichkina qizim dizayner, hammasi uyli, joyli, o'ziga yetadi. Nolimaymiz, nevaralar bor. Aktyor yoki aktrisa bo'lish niyatida bo'lganlar, yosh bo'lsa, ha aktyor bo'lish mumkin, aktrisa bo'lish mumkin, lekin keyinchalik kim ham taklif etadi deb o'ylaydiganlar ham bor. Vaholanki talab bor. Shu narsaga kirib keldik qaraganda. Qarlik gashti zo'r o'tyapti. Lekin qarlik demaydi buni. 60 dan 70 gacha bo'lgan davri ikkinchi yoshlik davri deyiladi. Orzularni istalgan yoshda amalga oshirish mumkin. Faqat harakat kerak. Harakat, istak bo'lish kerak ekan. Yosh yoki boshqa qandaydir sabablar maqsadimizga erishishimizga to'sqinlik qila olmaydi. Hammasi o'zimizga bog'liq. To'ppa-to'g'ri. Ha, niyatga bog'liq. Xolis niyatda hamma narsa sekin-sekin ro'yobga chiqar ekan, astalik bilan. Shu o'rinda keling navbatdagi
mehmonimizni suhbatimizga chorlasak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, keling. Assalomu alaykum. Salom. Hozir necha nafar ishchingiz bor? Hozir 24 nafar ishchimiz bor. Lekin Xudoga 4 yil shukr. avval ishchi ham, rahbar ham O'zim bo'lganman. Ha. To'g'ri. Nimadan boshlandi hammasi? 2021-yilda ayni karantin davrida ishsiz qoldim. O'zim malakali dizaynerman. Ishsiz qolganimdan keyin sal tushkunlikka tushdim. Endi farzand tarbiyasi bilan band bo'lgansiz. Ha, farzand tarbiyasi bilan band bo'ldim va bekor o'tirish menga emas ekan. To'g'risini aytsam, keyin o'z biznesimni boshlash g'oyasi keldi. Ayni shu davrda prezidentimizning yangi qarorlari e'lon qilindi. Unda barcha ayollar o'zini o'zi band qilib bizneslarini boshlashlari uchun ayollar daftaridan imtiyozli kreditlar ajratilganligini ma'lum qilishdi. Oila a'zolaringiz nima dedi? Shunaqa ish boshlamoqchiman desangiz. Boshida hamma hayron bo'lishdi. Qanaqa qilib bu ishingni boshlamoqchisan? Qo'lingda chaqaloq bo'lsa, Kichkina bo'lgan. Kichkina Ikkinchi chaqaloq. farzandingiz, Ha, to'ng'ichim 3 yosh, ikkinchi farzandim endi tug'ilgan 2 oylik chaqalog'im qo'limda bo'lgan. Sen ish boshlamoqchisan, ha? Ha, men ish boshlamoqchiman. Ha. Shunda nima ish qilmoqchisan deyshganda, men bolalar buyumlarini ishlab chiqarmoqchiman deb o'zimni g'oyamni aytdim. Oilamga ming rahmat, yo'q deyishmadi. Qaytangi menga yordam berishdi har taraflama. Farzandimni qarashda ham, ish faoliyatimni olib borishimda ham oilamga ming rahmat. Moddiy tomondan-chi? Moddiy tomondan prezidentimizga rahmat. Chunki ayollar daftarini tashkil qilib, shunday imkoniyatlar yaratganlariga cheksiz rahmat aytaman. Ikkita tikuv mashinamiz xarid qilib, o'shandan ish boshlaganman. To'g'ri, turmush o'rtog'im ham yordam berganlar. Birinchi boshlang'ich matolarimga, ipnina, mana shunaqa Endi u katta mablag' emas. U katta mablag' emas. Esingizdami necha puldan boshlaganligingiz? Taxminan 1 milliondan bo'lsa kerak. Bolamni kunduzi boqqan bo'lsam, kechasi tikardim. Kechasi klientlar bilan muloqot qilardim. Instagram orqali o'z biznesimni rivojlantirganman. Ko'rpa, yostiq, bortiklar, pastelni belyolari. Ikkilanish bo'lganmi boshida? Bozorda chunki bu singari mahsulotlar bor. Bilasizmi? Yangilik emas. Ko'plar aytishgan, kimga sotasan bu mahsuloting, kimga kerak? Bozor to'la bunaqa mahsulot deganda men hech ham ikkilanmaganman. Chunki meni mahsulotim juda ham xaridorgir bo'ladi. Dizaynini ham o'ylab chiqaman, noyob, yangicha dizaynda, har taraflama sifatli, o'zimizning 100% paxtadan bolalarimizga eng qulay mahsulot ishlab chiqaraman degan. Ishonch bo'lgan. Ishonch bo'lgan. Menda hech qachon ikkilanish bo'lmagan. Agarda ikkilanish bo'lganda bu meni biznesimni orqaga surgan bo'lardi. Birinchi nechta mahsulot ishlab chiqargansiz? Boshida bitta magazin bilan shartnoma tuzganmiz, 10 ta pastelni belyoga zakaz berganlar. Shu menga turtki bo'lgan, o'sha Sotilganmi? sotilgan. Ha. Qancha muddat ichida? 2 oylarda sotilgan. Kutganmisiz har kuni? Kutganman. Lekin bilasizmi, mahsulotingizni o'zingizga kerakligini bilib Va o'zingizga tikkandek tiksangiz, o'zingizni bolangizga tikkandek qilib tasavvur qilsangiz, albatta hammaga kerak bo'ladi. Korxonamizga 2024-yil prezidentimiz tashrif buyuradilar deb yetti uxlab tushimga kelmagan. 2024-yil 19-mart kuni yurtboshimiz tashrif buyurdilar. Men uchun bu bilasizmi, juda ham quvonchli kun, baxt bo'ldi. Ular bizning korxonamizga kelib, ish faoliyatimiz bilan tanishdilar, ishchilarimizga yaratilgan qulayliklar bilan tanishdilar va shu fursatni ichida eksport darajamizga chiqqanimizdan juda ham xursand bo'lib, menga motivatsiya berib ketdilar. Xudo xohlasa, reja qilganimiz kengayishi. Ishsiz qolgan payt nima qilaman endi deb tushkunlikka tushib o'tirganingizda Bu kunlar yo'q edi. Davom etmasdi. Bu kunlar yo'q edi. harakat boshlamaganingizda. To'g'ri. Siz bilan tanishganlar hikoyangizni eshitib o'zlari ham ilhomlanishyaptimi? Bilasizmi, ko'pchilik Demak, kelib, men ham qilishim mumkin ekan. ha. Uddalashim mumkin ekan. Har kuni kelib so'rashadi, nimadan boshlasam ekan deb. Mendan maslahat so'rashligini o'zi quvontiradi meni. Qadamma-qadam yurgan yo'limni men ham bo'lishib kelyapman boshqalar bilan. Siz mazkur yo'nalishda tahsil olganligingiz ham qo'l kelgan. Ha. Shuni ham aytish kerakki, Albatta. ya'ni bilimga ega bo'lgansiz. Ha. O'zim Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat institutini magistraturasini tamomlagan oliy toifali dizaynerman. O'z ustimizda ishlash, bilim orttirish, ertangi kunimiz uchun katta baza. Hozir suhbatimizga taklif etadigan mehmonimiz ham ayni paytda talaba va yaqinda
bir tanlovda ishtirok etib g'olib bo'ldi. Keling uni taklif etsak. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, keling. Bu yilgi bahor siz uchun unutilmas onlarga boy bo'ldi. Nafaqat men uchun, butun oilam uchun, butun mahalla, universitetim, maktabim, butun bir meni taniydigan insonlar uchun bir unutilmas bahor bo'ldi bu yil. Boisi Boisi men Yosh kitobxon tanlovi respublika bosqichida bu yil birinchilikni qo'lga kiritdim. va avtomobil bilan taqdirlandingiz. Tanlovda qatnashishdan birinchi oldinga qo'ygan maqsadim bu qanday yutib qo'yishdan qat'iy nazar dadamga sovg'a qilaman degandim. Chunki shu yerga aynan shu hozirgi o'tirishimga sababchi bo'lgan eng ko'p mehnat singan insonlar bu mening ota-onam va shuning uchun ham yutuqni men dadamga sovg'a qilganman. Otangiz dehqonchilik bilan shug'ullanadi. Ha, uyda dehqonlar. Qoraqalpog'istonda. Qoraqalpog'istonda To'rtko'l tumanida. Oyingiz esa Oyim uy bekasi. bolalikdan bilim olishga sharoit yaratib berishgan. Albatta dadam, oyim bizlarni o'quv markazlarida tayyorgarlik ko'rdirib, hozir mana katta opam magistraturada o'qiydi. Undan kichkinasi universitetda 4-kurs, o'zim ham jahon tillarida 2-kursda tahsil olaman. Qizlarga ta'lim berish kerak, iste'dodi, salohiyatni yuzaga chiqarishga ko'maklash kerak deb bejiz hozir ko'p bor ta'kidlanmayapti. Mana o'zingizda ham hozir qizaloqlar bor ekan. Albatta ularni oliy ma'lumotli qilamiz. Mana sizda ham qizlar bor, o'g'ildan kam joyi yo'q. 100 ta o'g'il o'rnini bosadi ikkala qizim. Sayohatga ham olib boradi. Sayohatga ham olib borishyapti. Mana yana olib boradi, avgustga bron qilib qo'ydik yana Yevropaga. Qizlarimdan juda ham minnatdorman. Rejalar qanaqa endi? IELTS olganman 7,5. Yana ingliz tilidan o'z ustimda ishlab, magistraturani xudo xolasa chet elda o'qib kelmoqchiman. Ta'lim yo'nalishida keyinchalik faoliyatingizni davom Ha, ettirmoqchisiz. albatta. Hozirda kitobxonlik loyihalarini rejalashtiryapmiz. Shunga agar o'xshab ketsa, kitobxonlik targ'ib qilish bo'yicha turli loyihalarni boshlamoqchimiz. Va bizga ma'lum bo'lishicha, o'zbek tilidagi adabiyotlarni ingliz tiliga tarjima qilishga ham qo'l urmoqchisiz. Ha, Said Ahmadning Oftoboy hikoyasini, yana bir ikkita hikoyalarni boshlab qo'ydim. Juda ham qiziqaman tarjima sohasiga ham. Bu ham bitta hobbilarimdan biri. Yutug'ingizdan so'ng siz kabi kitob o'qishni boshlaganlar bo'ldimi? Ha, anchagina. Telefon tinmaydi umuman. Qayerga borsam ham shu qanaqa qilib o'qigansiz, qanaqa qilib yutgansiz, bizga ham o'rgating. Hammasi oddiy, kitob oldim, maza qilib o'qidim. Oddiy, albatta oddiy. O'sha Aslida. oddiylikdan kelib chiqadi hamma narsa. Bu ham bir imkoniyat. Masalan, kitob o'qib turib mashina yutish yoki 2-o'ringa 75 million beriladi respublikada, 3-o'ringa 50 million beriladi. Aslida imkoniyatlar ko'p. Faqatgina Harakat kerak. harakat kerak va ulardan foydalana olish kerak. Ha, albatta. Bugungi dasturimizdan so'ng o'ylaymanki endi Uxlamaslik kerak. shunchaki telefon tomosha qilib o'tirganlar deya to'xta vaqtimni Yetmaydi. samarali endi sarflashim kerak deb o'ylab qolsa ajab emas. Haqiqatdan Ishtirokingiz va to'g'ri. mazmunli suhbatingiz uchun rahmat. Ertaga aynan shu vaqtda yana uchrashguncha oqshomingiz xayrli bo'lsin. Rahmat sizga ham katta.